Seni sog'indim, go'zalim seni sog'indim. Kecha uxlamadim bugun. Ishonma yo'q. Милая, сердце пацана кетти. Those beautiful boys. Sen bitta sevgimizni qimqaydagi taras bulbaga almashdingmi? Ko'nglim ko'rsatamoqchi. Oh, milaya. Я узнал, ты про деньги mana bu sassiq chol bilan. Милый, ты неправильно все понял, я тебе сейчас все объясню. Ne говори меня ничего. Ha, boboycha, bu taktikani juda ham zo'r bilaman. Birinchi iPhone bilan gulcha sovg'a qilasiz, ha? Keyin qalbiga yana ham yaqinroq bo'lish uchun bitta Malibu'ni kalta, to'g'rimi? Siz anoyi boboychalarga o'shqiysiz. Bilaman qayerdan uy olishingizni. Siz Navoiy City'ning qoq markazida joylashgan Anor Residence loyihasidan uy sovg'a qilmoqchisiz. Tim bo'li 70% bitgan uje. Bu yil may-iyun oylariga kulishdi. Mang deb topshiradi. Siz bu bilan yashamoqchi bo'lyapsiz. Qoyil lekin. Tak, men tushunmadim. Tushunmading? Men senga hozir tushuntiraman. Ё-моё, милая, aytmaysanmi dadamni? Я тебе сколько хотела сказать, ты меня не слушаешь. Yo dadangni ham qarada, 18 yoshli yigitlardek kiyib olgan. Rashk qilaman-da. Nima qilyotding o'zi? Menga qarab yotdi o'rad hindu. Labadajon. Birinchidan qizim tug'ilgan kuni edi. Ikkinchidan shu tug'ilgan kunga Anor Residence uyxonalik kvartira sovg'a qilmoqchi edim, kuyov bilan yashasin deb. Ё-моё, dajon. Duvoyni ichi chorib bizda meni kechiring. Mila, izini. Yamoling sog'inim jonon